Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun biz kimyo fanidan milliy sertifikat imtihoniga tayyorgarlik ko'rish bo'yicha birinchi onlayn darsimizni o'tkazamiz. Darsimizda sizlarga kitobda uchraydigan asosiy masalalar va ularning yechimlari haqida batafsil ma'lumot beraman. Keling, avvalo darsimiz maqsadi va qanday usulda o'tilishini qisqacha ko'rib chiqamiz. Darsda ishlatiladigan sertifikat kitobimizning muallifi Ma'ruf Tong'oytarovga tegishli. Dars davomida sizlar bilan interaktiv tarzda ishlashni va savollaringizga javob berishni ham rejalashtiryapman. Shu bilan birga har biringizni vaqtingizni tejash va kerakli bilimlarni olish imkoniyatini ta'minlash maqsadida darsni samarali o'tkazishga harakat qilaman. Demak, boshladik. Namuna variantida berilgan savollarga javob berishni boshlaymiz. Birinchi savol. Qaysi metall gidroksidining molyar massasi magniyning molyar massasiga teng bo'ladi? Bu yerda demak eng oson masalalik ko'rinib turibdi. Magniyning massasi 24 bo'lganligi uchun litiy gidroksidning molekulyar massasi bilan o'zaro teng. Ikkinchi savol. Ideal XS2 va Y2O5 gazlar aralashmasida 0,1 mol oltin gugurt va 1 mol kislorod atomi bor. Aralashmaning zichligi 0,5 gram taqsim litr normal sharoitda bo'lsa, uning massasini toping deyilyapti. Xo'p, demak, gazlarni ko'radigan bo'lsak, XS2 gazi. 1 mol shunday gazni tarkibida oltin gugurt atomlari soni 2 mol tashkil qilyapti. Endi bizda masalan shartida bo'lsa 0,4 mol oltin gugurt atomi bor degan. Demak, bu yerdagi XS2 gazning miqdori 0,2 mol ekan. Xo'p, endi Y2O5 gazida 1 molini tarkibida 5 mol kislorod atomi saqlayapti. Bizda masalan shartida bo'lsa 1 molni tashkil qilgan. Demak, gazlar aralashmasidagi Y2O5 ning miqdori 0,2 molni tashkil qilgan. 0,2 mol bu gaz, 0,2 bu gaz jami bo'lib gazlar aralashmasini 0,4 mol ekanligini tushundik. 1 mol gaz aralashmasining hajmi 22,4 litrni egallasa, normal sharoitda 0,4 molining hajmi 8,96 litrni tashkil qiladi. Masalan, shartida zichlikni 0,5 deb beryapti. 0,5 grammi 1 litr hajmni egallaydi aralashmani. Biz shunday aralashmadan 8,96 litrimiz necha gram deb proporsiya tuzamiz. Demak, 4,48 ekan javobi. Uchinchi savol. Ushbu reaksiyada demak Y ni aniqlab berishimiz so'ralyapti. Reaksiyani yozib olamiz. Demak, uran 238 tartib raqami jadvaldan ko'rib olishimiz mumkin. Demak, 92 ga teng. Demak, bu parchalanib qo'rg'oshin izotopini hosil qilyapti. Qo'rg'oshinning tartib raqami bo'lsa 82. Bu yerda qo'shimcha X da alfa zarrachalari va Y da beta zarrachalari ajralgan. Demak, beta zarrachani massasi yo'q, lekin zaryadi -1 qiymatni qabul qiladi. E'tibor bering, ushbu reaksiyani tenglayib turgan paytimizda iloji boricha nurli qatorga o'tib olamiz. Ya'ni bu reaksiyada yuqori qavat va pastki qavatlarni alohida tenglaganligimiz uchun, demak, 0 tomondan ketishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu yerda uranning massasi 238, qo'rg'oshinniki bo'lsa 206. Massalar farqi 32 ni tashkil qilyapti. Demak, 32 ni tashkil qiladigan bo'lsa, 32 ni 4 ga bo'lib olib, 8 ligini tushunib olishimiz mumkin yoki tenglama qilishimiz mumkin. 238 teng o'ng tomondagi 206 plus 4x ga. Betaning qiymati shart emas. Demak, bu yerda teng bo'lyapti 32 teng bo'lyapti 4x ga, x teng bo'lyapti 8 ga deb turib tushunishimiz mumkin. Endi iloji boricha soddaroq tushuntiryapman. Endi pastki qavatni tenglab olamiz. Demak, 92 teng bo'ladi 82, ya'ni qo'rg'oshinda tartib raqami 8 ko'paytirilgan 2 16. Demak, alfa zarrachalarga tegishli zaryad va minus Y ga. Ya'ni beta zarrachalar manfiy qiymat olganligi uchun. 82 da 82 ga 16 ni qo'shib qo'yadigan bo'lsak, 98 ni tashkil qilyapti. Demak, 92 teng bo'lyapti 98 minus Y ga. Demak, Y ni ko'rishimiz mumkin bu yerda 6 qiymatga teng ekan. Javobimiz to'g'ri. 5-savol. Noto'g'ri fikrni aniqlang. Akseptor atomining oksidlanish darajasi ham manfiy, ham musbat bo'lishi mumkin. Ha, albatta. Donor atomning valentligi oksidlanish darajasi qiymatidan katta va kichik ham bo'lishi mumkin. Misollar bilan ko'rib ketaylik. Misol uchun ammoniy xlorid. Ammoniy xlorid. Demak, bu yerda donor atom ammiak. Mana bunday tasavvur qiladigan bo'lsak, demak, azot mana bu taqsimlanmagan elektronlarini donor sifatida berishi mumkin vodorod atomiga vaqtinchalik. Bu yerda
Donor atomning oksigen darajasi qiymati ham kichik, ham katta bo'lishi mumkin. Nimasidan? Valentligidan. Vodorod valentligini hozir mana shu yerda 2 deb bilamiz. Oksigen darajasi bo'lsa, demak vodorodning elektronlarini xlor qabul qilib olganligi uchun +1 deb qabul qilishimiz mumkin va bunday vaziyatlar ko'p takrorlanadi. C javobda akseptor atomining valentligi oksigen darajasi qiymatidan ham katta, ham kichik bo'lishi mumkin. Albatta, bu ham bo'lishi mumkin. Misol uchun ko'raylik. Mana bunday nitrat kislota molekulasini ko'radigan bo'lsak, akseptor atomining valentligi hozir bu yerda akseptor kim bo'lyapti? Kislorod. Uni valentligi hozir mana shu yerda bir valentlikni namoyon qilyapti. Ham katta, ham kichik bo'lishi mumkin. Bunda ko'plab misollar ko'rishimiz mumkin. Aynan endi D javobni ko'radigan bo'lsak, donor va akseptor atomlarining valentligi har doim teng bo'ladi deyilyapti. Mana shu variantimiz xato bo'ladi. Masalan, mana bu yerda to'g'ri kelishi mumkin. Bu ham 3 valentli, mana bu yerda bu ham 3 valentli bo'lishi mumkin, lekin qolgan vaziyatlarda bu farqlanyapti. Shuning uchun D javob to'g'ri. S-3 plus ionidagi markaziy atomni bizdan gibridlanish turini so'rashyapti. Demak, S-3 plus ioni bo'ladigan bo'lsa, 6 tartib raqami 16. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Ya'ni oxirgi qavatidagi elektronlarning soni jami 6 ta. Endi mana bu yerda 6-ftor bilan bog'lanish uchun 3 ta elektronni sarflayapti. Bundan tashqari mana bu belgini ko'rib turibmiz. Bu degani yo'qotilgan bitta elektron. Jami bo'lib 4 ta elektron nima bo'lyapti? Sarflangan. Elektronlar tashqi pog'onasidagi elektronlar soni jami 6 ta edi. Unda demak 4 tasi sarflangan, demak 2 tasi qolgan. Ya'ni 2 tasini biz taqsimlanmagan bir juft deyishimiz mumkin. Demak, biz fazoni bo'lish uchun 4 ta nimadan foydalanyapmiz? Misol uchun 6 deb yoziladigan bo'lsa, demak bitta ftor bilan 3 ta ftor bilan undan tashqari bitta elektronlar yo'qotilgan va bir juft taqsimlanmagan elektronlar bor. Bunday bo'ladigan bo'lsa, bu fazoni nechiga bo'ladi deyiladigan bo'lsa, demak 1, 2, 3, 4, 5 ga bo'lyapti. Agar fazoni 2 ga bo'lganda edi, buni aytardik sp deb, fazoni 3 ga bo'lganda aytardik sp2 deb, fazoni 4 ga bo'lsa, fazoni sp3 deb aytardik. Agar fazoni 5 ga bo'ladigan bo'lsa, sp3d1 va hokazo sifatida ketaveradi. Demak, bunda biz qaysi javobni belgilaymiz desa, C javob to'g'ri. 7-savol. Ammiak sintez qilish uchun 1 litr idishga ma'lum miqdorda azot va 12 mol vodorod gazi joylashtirildi. O'rtacha tezlik 0.6 mol taqsim minut bo'lgan reaksiyada 5 minutdan keyin azot va vodorod konsentratsiyalari tenglashgan bo'lsa, azotning dastlabki miqdorini topib bering deyilyapti. Reaksiya tenglamalarini yozib olamiz. Azot bilan vodorod reaksiya qilishganda demak bizda hosil bo'ladi ammiak gazi. Tenglash uchun mana bu yerga 2, mana bu yerga 3 qo'yib oldik. Endi reaksiya tezligi demak koeffitsiyenti kichikroq bo'lgan moddaga nisbatan olinadi reaksiya o'rtacha tezligi, ya'ni 0.6 mol reaksiya kirishyapti har bir minutda. Hop, bizda reaksiya vaqti 5 minut ekan, demak 3 mol modda reaksiya kirishgan bo'ladi. Demak 3 mol modda bu reaksiya kirishgan bo'lsa, reaksiya kirishgan vodorodning miqdori 9 molni. Ammiakning miqdori bo'lsa 6 molni tashkil qiladi. Masalaning sharti bo'yicha 5 minutdan keyin azot bilan vodorodning konsentratsiyalari o'zaro tenglashgan. 12 mol vodorod bor edi. 12 mol dastlabkidan 9 mol ishlab ketadigan bo'lsa, demak vodoroddan 3 mol ortib qolgan. Shu ortib qolgan 3 mol azotning miqdorini belgilab beradi, chunki aynan azot va vodorodning konsentratsiyalari o'zaro tenglashgan. Azotning dastlabki miqdorini toping desa, demak 3 ga 3 ni qo'shib, dastlab 6 bo'lgan ekan degan xulosaga kelishimiz mumkin. 8-savol. x2 plus y2 teng xy. Muvozanat sistemasida x2 va xy gazlarining konsentratsiyalari mos ravishda 0 va 0,2 bo'lsa, y gazining dastlabki konsentratsiyasini topib bering deyiladi. Xo'p, x plus y2 deganimizda bizda xy hosil bo'lyapti. Reaksiyani tenglash uchun avvalo 2 qo'yib qo'yishimiz shart. Xo'p, yozib olamiz boshlang'ich, sarflangan va muvozanat holatlarini. Muvozanat sistemasida x gazi demak 0,4 mol taqsim litr. Demak
x y esa 0,2 ni tashkil qilgan. Buni esa hozircha bilmaymiz. Lekin muvozanat konstantasi 1 ga ekanligini bilaman. Muvozanat konstantasi hosil bo'lganlarning qolib ketganlarga nisbatan olinadi. Shundaymi? Shuni teng deb beryapti bizga 1 ga. Xo'p, o'rniga qo'yadigan bo'lsak, 0,2 ning kvadrati taqsim bizda 0,4 ko'paytirilgan y deb turaveramiz. Shu teng bo'lyapti 1 ga. Demak, 0,2 ning kvadratini bilamiz 0,04. 0,04 teng bo'lyapti 0,4 y ga. Y topish uchun nima qilamiz? 0,04 ni 0,4 ga bo'lib yuboramiz. Bu yerda teng 0,1. Buni bilib oldik. 0,1 ga teng ekan. Endi bu 0,2 hosil bo'lishi uchun bu 0,1 bu 0,1 sarflanadi. 0,2 ni ko'paytirdim 1 ga bo'ldim 2. Xo'p, 0,4 ga 0,1 ni qo'shsak, x2 ga dastlab 0,5 bo'lgan, y bo'lsa 0,1 ga 0,1 ni qo'shadigan bo'lsak, 0,2 ni tashkil qilgan. Bizda y ning dastlabki konsentratsiyasini so'ragan. Shuning uchun mana bu bir javobni to'g'ri olamiz. 9-savol. 20 gram 10% va 30 gram 20% to'yingan tuz eritmalari aralashtirilganda 55 gradusli eritma hosil bo'lgan. To'yingan. Xo'p, hosil bo'lgan eritmaga 2,5 gram tuz qo'shib to'yintirildi. Yana to'yingan eritmadagi tuzni erituvchanligini aniqlang. Yaxshi. Xo'p. Biz birinchi bo'lib turib eritmalardagi tuz va suvning miqdorlarini bilib olishimiz kerak. 20 gram 10%. 20 ni 0,1 ga ko'paytirib yuboradigan bo'lsam, demak 2 gram tuz bo'lgan, qolgan 18 grami suv bo'lgan. Ikkinchi eritmada 30 gram 20%. 30 da 0,2 ga ko'paytirib yuborsam, nechaga teng bo'ladi? 6 ga. Demak 6 gram tuz bo'lgan, qolgan 24 grami suv bo'lgan. Bu eritmaga endi yana hosil bo'lgan eritmaga 2,5 gram tuz qo'shib to'yintirilyapti. Demak 2 plus 6 plus yana 2,5 gram tuz. Umumiy eritmadagi tuzning massasi necha gram tashkil qildi? 2 plus 6 plus 2,5 10,5 gram tuz bo'ldi. Endi suvlarni hisoblaydigan bo'lsak, 24 gramga 18 ni qo'shadigan bo'lsak, jami 42 gram bizda suv bor. Erituvchanlik bu 100 gram suvdagi erigan, ya'ni erituvchida erigan moddaning massasi. 100 gram suvda qancha erib turibdi deymiz. 10,5 ni 100 ga ko'paytirib, uni 42 ga bo'lganimizda 25 kelib chiqdi. Demak, bu javob to'g'ri. 10-savol. 84,5 gram suvga 20% oleumdan qancha qo'shilsa 20% sulfur kislota eritmasi hosil bo'ladi. Bu masalani yechimi turlicha. Masalan, mana bunday ishlatishimiz mumkin. Birinchi usul deb turaylik. 20% oleum. 20% oleum degani bu nima degani? Bu sulfat kislota bilan SO3 aralashmasida, misol uchun aralashmani 100 gram deb qabul qiladigan bo'lsak, undan 20 grami SO3 ga to'g'ri keladi. Sulfat kislota qolgan 80 gramligicha turaveradi. Endi sulfat kislota eritmaga qo'yilganda o'zgarmaydi, 80 gramligicha turibdi, lekin SO3 bu sulfat kislotaga aylanib ketib qoladi. Ya'ni 80 grami 98 gramga aylanadi. 20 gramicha deb turib, buni massasini topib olamiz. Demak, 20 ni 98 ga ko'paytirib 80 ga bo'lganimizda 24,5 gram chiqyapti. Yoki 125 ga ko'paytirib yuborsak ham bo'laveradi. Jami hosil bo'lgan sulfur kislotaning massasini topsak, 104,5 gram kelib chiqdi. Buni diagonalda 104,5% sulfur kislota eritmasi sifatida ishlatishimiz mumkin. Ana endi bizda demak dastlab 104,5% eritma bor edi. Undan 20% sulfur kislota eritmasini tayyorlashimiz kerak. Suv qo'shilib albatta. Suvning foizi 0 bo'ladi. Farqini oladigan bo'lsak, bu tomoniga 20, bu tomoniga demak 84,5 gram. Bizda suvdan 84,5 gram olingan. Demak, yana 20 gram oleum qo'shish kerak ekan degan xulosaga chiqaramiz. Endi boshqa usullari ham bor. Menimcha mana shu kalkulyatorsiz yechilishiga osonroq. Shu usulni taklif qilaman. 11-savol. Yarim molyarli bir negizli kislota eritmasining pOH qiymati 1 ga teng. Unga ko'ra to'liq fikrlarni aniqlang deyilyapti. Demak, litsensiyatlanish konstantasi bilan, litsensiyatlanish darajasi bilan va x ionlari bilan ishlashimiz kerak ekan. Xo'p, demak, bir negizli kislota H2 litsenziyalanganda o'zida demak bitta vodorod kationi bilan X kationini hosil qiladi. Eritmaning pOH qiymatini bizga 11 deb beryapti. Demak, pH qiymatimiz
3 ga teng bo'ladi. Qayerdan bilyapmiz? Chunki pH qiymati bilan pOH qiymatining yig'indisi doimo 14 ga teng. Demak, pH qiymati 3 ligi bizga nima beradi? Ya'ni bu yerda vodorod ionlarining molar konsentratsiyasini 1 ko'paytirgan bo'lsa -3 mol ekanligini bilishimiz mumkin. Ya'ni 3 ni teskari logaritmayapmiz. Ya'ni har 1000 ml eritmada vodorod ionlarining konsentratsiyasi 1 ko'paytirilgan unisi -3 molni tashkil qiladi. Xo'p, endi dissotsialanish darajasini ko'rib olsak, birinchi bo'lib, hop, yarim mol modda dissotsialanganda e'tibor bering, 1 molidan 1 mol kation, 1 mol X anioni hosil bo'lyapti. Demak, 1 ga 1 nisbatan chiqaveradi. 0.5 mol moddani barchasi dissotsialanganda biz dissotsialanish darajasini necha foiz olamiz? 100% olib olamiz. Ko'rib turibmiz, bizda 1 ko'paytirilgan -3 mol vodorod ioni bor. Demak, mana shuncha 1 ko'paytirilgan -3 mol vodorod X dissotsialangan. Ana shuni 1 ko'paytirilgan -3 ni necha foizda ekanligini, necha foiz dissotsialanganligini topib olamiz. Bu yerda hisob kitobimizga ko'ra 0.2% kelib chiqdi. Masalani shartida bo'lsa 2% deyapti. Demak, bu ikkinchi variantimiz xato bo'lyapti. Endi keyingisida, uchinchisida eritmadagi X anionlarini konsentratsiyasini aytishimiz kerak. Demak, anionlar ham vodorod kationlari soniga teng bo'ladi. 1 ko'paytirilgan -3 molga. Demak, bu qiymatni qabul qilamiz, uchinchi variantni. Birinchisi, dissotsialanish konstantasini topib bering deyapti. Dissotsialanish konstantasini xuddi muvozanatga o'xshab topib ketaveramiz. Kimyo muvozanatga o'xshab, ya'ni hosil bo'lgan vodorod kationlari va X anionlarining ko'paytmasini dissotsialanmagan vodorod X molekulalariga bo'lib yuborganimizda dissotsialanish konstantasi kelib chiqadi. Ya'ni 1 ko'paytirilgan -3 mol kation bor, ko'paytirilgan 1 ko'paytirilgan -3 mol anion bor. Endi 0.5 mol nima bor? Vodorod X molekulalari bor. Endi bundan qanchasidir ayirsak, bu juda kichkina qiymat ekan. Dissotsialanish darajasiga nisbatan hisobga olmasak ham bo'laveradi. Lekin bu yerda ayirib olishimiz kerak 1 ko'paytirilgan -3 ni, ya'ni dissotsialangan molekulalar. Bu yerda hisoblaydigan bo'lsak, 1 ko'paytirilgan 10 ustida 3 ni kvadrati taqsim 0.5 desak bo'laveradi. Ya'ni 2 ko'paytirilgan 10 ustida -6 ekan dissotsialanish konstantasi. Xuddi shunday beryapti. Demak, birinchi va uchinchi variantlar to'g'riligi uchun D javobni qabul qilamiz. 13-savol. 161 gram Glauber tuzi 212 gram suvda eritildi. Hosil bo'lgan eritma elektroliz qilinganda katodda 22,4 litr gaz ajralib chiqdi. Oxirgi eritmaning foiz konsentratsiyasini topib bering deyilyapti. Hop, Glauber tuzini yozib olamiz. Natriy sulfati ko'paytirilgan 10 molekula suv. Hop, natriy sulfatining molekulyar massasi 142. Suvniki bo'lsa 180. Umumiy molekulyar massa 322 ga to'g'ri keladimi? Bizda bundan 161 gram deyapti. Demak, qancha tuz saqlaganini aniqlab olamiz. 142 ni ko'paytiramiz 161 ga, yo'llaramiz 322 ga. 71 gram. Demak, tuz o'zida saqlar ekan. Endi bu eritma elektroliz qilinyapti. Elektroliz qilingan paytda, demak, faqat suv elektrolizga uchraydi. Suv elektrolizga uchraganda katoddan vodorod, anoddan kislorod gaz ajralib chiqadi. Har 11,2 litr gaz ajralganda katoddan bunda 9 gram suv elektrolizga uchraydi. Bizda 22,4 litr ekan. Demak, 18 gram suv elektrolizga uchragan. Dastlabki eritmaning massasini topib olaman. 161 gram kristalogidrat plus 212 gram suv. Ikkalasini qo'shadigan bo'lsak 373 gram demak eritma hosil bo'lgan. Bundan endi ayirib olaman elektroliz bo'lgan suvni 18 gramdan. Ya'ni o'shanda oxirgi eritmaning massasi kelib chiqadi 355 gram. Bizda tuz bor edi 71 gram. Mana shuni konsentratsiyasini topishimiz kerak. 71 ni bo'lamiz eritmaning massasiga 355 ga ko'paytirib olamiz 100 ga. 71 da 355 ga bo'lib 100 ga ko'paytirganimizda 20% eritma kelib chiqdi. Demak, B javob to'g'ri. 14-savol. 1 mol magnetit, ya'ni temir qo'sh oksidi mol miqdoridagi xlorid kislotada eritilganda nimalar hosil bo'ladi? Biz bilishimiz kerak bo'lgan eng kerakli narsa temir 3O4 temir qo'sh oksidi ikkita oksid aralashmasidan iborat. Ya'ni 1 mol temirda 2 oksidi va 1 mol temirda 3 oksididan iborat. Bunga xlorid kislotasi ta'sir etganimizda tegishli valentlikdagi tuzlar hosil bo'ladi. Ya'ni temirda 2 xlorididan 1 mol, temirda 3 valentlik atomi ikkita bo'lganligi uchun temir
3 xloriddan 2 mol hosil bo'ladi. Qo'shimcha ravishda bu yerda suv ham ajralib chiqadi. Shuning uchun A javobni to'g'ri qilib belgilaymiz. 15-savol. Mis 2 sulfati bilan almashinish reaksiyasiga kirishadigan modda formulasini ko'rsating deyilyapti. Bu yerda B javob to'g'ri. Ya'ni reaksiyasini ham yozib qo'yamiz. Mis sulfat natriy ishqori bilan reaksiyaga kirishganda, demak bu yerda mis gidroksidi cho'kma holatda cho'kadi va eritmada natriy sulfat tuzi hosil bo'ladi. B javob to'g'ri. 16-savol. Mis 2 oksidni misgacha qaytarishda ishlatilmaydigan moddani so'ralyapti. Bu yerda C javob to'g'ri. Qolgan barcha holatlarda mis oksidini qaytarishimiz mumkin. Misol uchun mis oksidi vodorod bilan reaksiyaga kirishganda mis bilan suv ajralib chiqishi mumkin. Yoki bo'lmasam is gaz ta'sir etadigan bo'lsak, bu yerda mis bilan hosil bo'lishi mumkin. Karbon angid hosil bo'lishi mumkin. Uglerod ham qaytarishi mumkin. Demak, beta karbida yoki bo'lmasam plus is gazi yoki karbon angid ajralib ketishi mumkin bo'lib qoladi. To'g'ri javobimiz esa C. 17-savol. Mis 2 va temir 2 sulfitlar aralashmasi mol miqdorida xlorid kislota eritmasida eritilganda 5,6 litr gaz ajraldi. Xuddi shunday, lekin massasi 2 marta ko'p bo'lgan aralashma to'liq yondirilganda 17,92 litr gaz ajraldi. Oxirgi qaldiqdagi mis 2 oksidni mas'ulini topib bering. Reaksiya tenglamalarini yozib olamiz. Mis sulfit va temir sulfitlar. Xlorid kislotada temir sulfit erib, temir 2 xloridi va vodorod sulfit gazni ajratib chiqaradi. Tenglashib bu yerga 2 qo'yamiz. Mis sulfit bilan esa xlorid kislota reaksiyasi ketmaydi. Bizda birinchi holatda 5,6 litr gaz ajralib chiqyapti. Ya'ni 22,4 litr gaz ajralganda edi, temir sulfitni biz 1 mol deb olishimiz mumkin edi. Bizda 5,6 litr gaz ajraldi. Demak, bundan 0,25 mol bo'lgan ekan. Endi xuddi shunday aralashma faqat 2 marta ko'p deyapti. Endi yozib olamiz. Mis sulfit bor va temir sulfit bor. Yondirilyapti. Yondirilganda hosil bo'lyapti temirda 3 oksidi E+ SO2 gazi hosil bo'ladi. Mis sulfit yonganda esa hosil bo'ladi mis oksidi va SO2 gazi hosil bo'ladi. Xo'p, reaksiyani tenglab oladigan bo'lsak, mana bu yerga 2 qo'yamiz. Temir teng, oltinni tenglash uchun mana bu yerga 2 qo'yamiz. Xo'p, 3 ga 4 7, 7 ni 2 bo'lamiz, taqsim 2 qilib ketaveramiz. Agar 2 mol temir sulfit bo'lganda edi, keyinchalik chiqqan gazni biz 2 mol deb olishimiz mumkin edi. Xo'p. Endi bizda bundan 0,5 mol aralashma bor. Sababi aralashmaning miqdori 2 marta oshgan. Yo'q keltirganimizda 0,5 chiqadi. 0,5 molidan qancha gaz ajralib chiqadi desak, 0,5 molni tashkil qildi. Ikkinchi reaksiyada ajralgan gazning umumiy miqdori esa 17,92 ga bo'lganimda 0,8 mol chiqdi. Demak, bu yerda 0,3 mol nima bo'lgan? SO2 ajralib chiqqanmiz sulfitning hisobiga. 0,3 moldan mana bu mis oksiddan necha gram hosil bo'ladi? Aniqlab olamiz. 80 gram mis oksidi hosil bo'lgan paytda 1 mol SO2 chiqadi. 0,3 mol bo'lganda qancha desak, 24 gram mis oksidi chiqyapti. Endi mana bu reaksiyada 2 mol oltin guruch oksidi hosil bo'lgan paytda temir oksididan 160 gram chiqyapti. Endi 0,5 dan qancha deb qolamiz? 0,5 ni 160 ga ko'paytirganimda 80, 12 bo'lsam 40. Demak, aralashmani ajratib oldik. Mis oksidi va temir oksidi bo'ladigan bo'lsa, mis oksidini 24 gram, temir oksidini mana 40 gramligini bildik. Endi ikkalasini qo'shib yuboramiz. 24 ga 40 da qo'shganimizda 64 gram. Ana endi buni massa ulushini topib qo'yamiz foizlarda. 100% ichida mis oksidi necha gram bo'lgan? 24 ni 100 ga ko'paytirib, buni kelgan 64 ga bo'lganimizda 37,5 degan javob chiqdi. Demak, B javobimiz to'g'ri. 18-savol. Qaysi modda suvli eritmada bosqichsiz distillanadi deyapti. Vaqtincha maqsadida reaksiyalarni yozib olganman. Demak, bu yerda kaliy fosfat bo'ladi. Ya'ni bu bir bosqichda borib, kaliy ionlari kuchli bo'lganligi uchun, demak 3 ta kaliy bilan bitta fosfat ioni hosil bo'ladi. Ya'ni bir bosqichda. 19-savol. Vodorod xlorid va xlor aralashmasi mol miqdorida 500 gram
22,4% qaynoq kaliy gidroksid eritmasiga to'liq yutirildi. Demak, mol miqdorda olingan. Hosil bo'lgan eritma yuqori temperaturada qizdirilganda 6,72 litr gaz ajraldi. Xo'p, olingan qattiq qoldiq mol miqdordagi kumush nitrat eritmasiga eritilganda 276 gramm cho'kma ajraldi. Dastlabki gaz aralashmasini hajmini hisoblang deyiladi. Reaksiya tenglamalarini yozib olamiz. Vodor xlorid kaliy gidroksid eritmasida eritilganda unda kaliy xloridi bilan suv hosil bo'ladi. Xlor yutiriladigan bo'lsa, xlor kaliy gidroksid bilan qaynoq haroratda bilasiz, hosil qiladi kaliy xloridni va kaliy xloratni hosil qiladi. Qo'shimcha ravishda suv ajralib chiqsin. Reaksiyani tenglab olamiz. 3 mol xlorga, demak 6 mol kaliy gidroksid ketadi. Shu yerda 5 mol kaliy xlorid bilan 1 mol kaliy xlorat hosil bo'ladi. Endi hosil bo'lgan eritma yuqori temperaturada qizdirilganda deganda menimcha kaliy xloratni demak parchalab yuboramiz. Kaliy xlor O3 qizdirilganda kaliy xlorid va hosil bo'ladi kislorod. 3 taqsim 2 mol. Endi bizda shu ajralgan gazni 6,72 litr deb beryapti, ya'ni 0,3 mol. Agar bizda mana bundan 1,5 mol hosil bo'lganda bundan 1 mol, mana bundan 1 mol parchalangan bo'ladi. Bizda esa bu 0,3 mol ekan. Demak, hosil bo'lgan kaliy xloridning miqdori 0,2 mol, sarflangan bertoli tuzining miqdori ham 0,2 mol. O'z-o'zidan bu qiymatdan foydalanib 0,2 mol kaliy xlorid hosil bo'lgan bo'lsa, demak kaliy xlorid ham bu yerda 1 mol hosil bo'lgan deb xulosa qilib olishimiz mumkin. Xo'p, ana endi mana bu yerga yozib olsam, kaliy xlorid bizda mana bu yerda 0,2 mol hosil bo'ldi. Mana bu yerda bo'lsa 1 mol hosil bo'ldi. Qo'shib oladigan bo'lsak 1,2 mol. Bundan tashqari hozir biz bilmaymiz, mana bu yerda qancha kaliy xlorid hosil bo'lganini. Keling, mana shuni x deb olamiz. Ya'ni x mol kaliy xlorid hosil bo'lgan, x mol kaliy gidroksid sarflangan. Bu yerda demak kaliy xloridning miqdorini mana buni hisobiga 1,2 plus x deb belgilab olsak bo'lar ekan. Endi kaliy gidroksid bilan ishlab olamiz. Kaliy gidroksidimiz 500 gramm 22,4%ligida. 500 ni ko'paytirib yuboraman. 0,224 ga bo'lib yuboraman. Kaliy gidroksid massasi 56 ga. Demak, bizda qiymat chiqyapti 2 mol. Kaliy gidroksiddan demak bizda 2 mol bor ekan. Xo'p, kaliy gidroksiddan bizda 2 mol bor edi. Bundan tashqari mana bu yerda sarflandi. Qancha sarflandi? Buni topib olamiz. Hop, 1 mol hosil bo'lishi uchun 6 mol, 0,2 mol hosil bo'lishi uchun 0,2 ni 6 ga ko'paytirib yuborsam 1,2 mol sarflab yubordik. Endi yuqoridagi reaksiyaga bo'lsa, yana x mol sarflanadi. Ya'ni yig'indisi 0,8 minus x mol kaliy gidroksid ortib qoldi. Masalaning shartida ham xuddi shuni aytgan, mol miqdorda degan. Xo'p, ana endi bu eritmani olingan qattiq qoldiqda biz endi kumush nitrat eritmasida eritishimiz kerak bo'ladi. Reaksiyani yozib olamiz. Kaliy xlorid kumush nitrat bilan reaksiyaga kirishganda demak kaliy nitrati va kumush xloridi cho'kmaga tushib ketadi. 1 molidan demak cho'kmaga tushib ketar edi. Kaliy xloridning massasini topsak, kumushning massasi 108, unga qo'shib yuboraman 35 u 5 ni. 143,5 gramm cho'kma tushar edi. Endi bizda kaliy xloriddan qancha bor? 1,2 plus x mol bor. Demak, hosil bo'lgan kumush xloridning massasini biz aytishimiz mumkin. 170 ga x 177 ni 2 plus 1,3 x. 1,3 x gram. Ya'ni 1,2 va x ni 1,3 ga ko'paytirib. Bu kumush xlorid cho'kmasi. Bundan tashqari bizda mana bu cho'kma ham bor. Ya'ni ortib qolgan kaliy gidroksidimiz bor. Ortib qolgan kaliy gidroksidimiz kumush nitrat bilan reaksiyaga kirishganda demak bu yerda kumush oksidi hosil bo'ladi. Kaliy nitrati va suv.
Reksani tenglab oladigan bo'lsak, mana bu yerga 2 qo'yaman. O'z-o'zidan bu ham. Shunday bo'ladimi? Endi bizda kaliy gidroksiddan -8 x bor edi. Hop, tenglaydigan bo'lsak, unda kumush oksidga qanday deb olamiz? Kumush oksid massasi ha, 232 gram. 2 molidan 232 bo'lsa, men yozib olaman. 0,8 - x dan qancha? Hop, 0,8 ni ko'paytirib yuborsak 92,8 minus 116x. Mana bu ikkinchi cho'kma. Hop, mana shu cho'kmalarning massasini bizga 276 deb bergan. Ana endi shunga tenglama tuzib olsak. Boshqa rangda yozaman, adashib ketmasligimiz uchun. Demak, 92,8 minus 116x plus mana bu yerda cho'kma 172,2 plus 143,5x ga. Shu teng bo'lishi kerak. Umumiy cho'kmaning miqdori 276 ga. 265 plus 27,5x teng bo'lyapti 276 ga. Hop, x teng 0,4 ga. Tushunarli, mana bu x ni qiymatini topdik. Demak, mana bu yerda 0,4 mol kaliy xlorid hosil bo'lgan. Demak, 0,4 mol kaliy gidroksid sarflangan. Bizdan nimani so'rashdi? Bizda dastlabki gazlar aralashmasini so'rashdi. 0,4 mol kaliy gidroksid hosil bo'lsa, demak, xlorid kislotadan ham 0,4 mol bo'lgan. Endi xlorni biz bilamiz, bu yerda 3 dan 1 hosil bo'lgan bo'lsa, 0,2 dan qancha? Demak, 0,2 ni ko'paytirib yuboradigan bo'lsak, 0,6 mol. Endi ikkalasini qo'shadigan bo'lsak, 1 mol. Ya'ni buni ko'paytirib yuboraman 22,4 ga, yakuniy xulosa ham 22,4 litr ekan. Demak, A javob to'g'ri. 20-savol. Normal geksa molekulasida ikkilamchi uglet atomlari orasidagi masofa qancha deyilyapti? Molekulani chizib oladigan bo'lsak, 4 ta, 5 ta, 6 ta. Ikkilamchi uglet orasidagi masofa so'rayapti. Demak, mana bu bilan mana buni orasi 154. Ya'ni bu ham ikkilamchi, bu ham ikkilamchi. Endi buni orasi yana 154. Hop, endi mana bu ham ikkilamchi uglet. Demak, jami 3 ta bo'lyaptimi? Yig'indisini topib qo'yamiz. Demak, 154 dan 3 tasi 162 bo'lar ekan. Demak, A javobimiz to'g'ri. 21-savol. Alkin yonishidan uzilgan qutbli va qutbsiz kovalent bog'lar soni 3 ga 8 nisbatda bo'lsa, alkinning formulasini aniqlab bering deyilyapti. Xo'p, alkinning umumiy formulasi NH2N minus 2. Plus bunga kerak bo'ladi kisloroddan 1,5 N minus 0,5 mol kislorod kerak bo'ladi. Endi alkin molekulasida nima bo'ladi? Uglerod orasidagi bog'lar qutbsiz, uglerod vodorod orasidagi bog'lar qutbli. Bundan tashqari kislorod orasidagi bog'lar ham qutbsiz hisoblanadi. Endi alkin molekulasida uglerod bog'lari soni nechta bo'ladi? Ya'ni uglerod bog'lari soni bunda alkan bo'lganda alkan bo'lgan n minus 1, alkin bo'lganda n, alkin bo'lganda n plus 1 ga to'g'ri kelar ekan. Mana shuncha bog' bor. Endi uglerod vodorod bog'lari soni o'z-o'zidan vodorod atomlari soniga teng 2n minus 2 ta. Endi bunga kislorodlarni ham qo'shib ketishimiz kerak. Kislorod orasida bilamiz, 2 ta bog' bor. Demak, mana buni 2 ga ko'paytirib yuboradigan bo'lsak, 3n minus 1 ta kislorod bog'lari bor. Endi mana shu yerda ularning nisbati 3 ga 8 bo'lishi kerak. Endi
qutbli va qutbsizlar. Qutbli va qutbsiz. Bularning nisbati o'zaro 3 ga 8 nisbatda bo'lsin ekan. Xo'p. Endi bizda qutbli bog'larimiz faqat 2n-2 deydi. Endi qutbsizlar bo'lsa n+1 va undan tashqari 3n-1. Mana ularni qisqartiraveradigan bo'lsak, demak 4n ekan. Diagonallarning ko'paytmasi o'zaro teng deymiz. 8 ga ko'paytiradigan bo'lsak 16n minus 16 teng bo'ladi. Endi 3 ni 4 ga ko'paytiradigan bo'lsak 12n ga. To'g'rimi? Demak 12 ni o'tkazib yuboradigan bo'lsam 4n teng bo'ladi 16 ga. Demak n teng bo'ladi 16 ni 4 ga bo'lsak 4 ga. Demak bu teng bo'lgan ekan. C javobni to'g'ri qilib olamiz. 2 mol paraksilol kalipermanganat kislotali eritmasida oksidlanganda ikkala organik modda parametil benzokislota va paraftal kislotalar hosil bo'ldi. Bu aralashmada 6,2 mol kislorod atomi bo'lsa, parametil benzokislotaning hosil bo'lishi nimani aniqlang deydi. Demak, ikkita reaksiyani yozib olamiz. Paraksilol CH3, mana bu yerda ham bitta CH3. CH3. Demak, oksidlaymiz. Birinchi mahsulotimiz parametil benzokislota. Xo'p, tushunarli. CH3 COOH. Endi mana bu oksidlanib turgan paytda hosil bo'lyapti ftal kislota, ya'ni 2 asosli kislota. 2 mol aralashma bor edi va hosil bo'lgan aralashmada 6,2 mol kislorod atomi bor. Oddiy tenglama tuzamiz. Dastlabki mahsulotlarning umumiy yig'indisi 2 mol va hosil bo'layotgan turgan mahsulotlarda, demak, mana bu metil benzokislotada ikkita kislorod atomi bo'lganligi uchun 2x bilan belgilayman. Mana ftal kislotada 4 ta kislorod bo'lganligi uchun 4y bilan belgilayman va umumiy kislorod atomlari soni 6,2 ta. Demak, tenglamani yechsak, x plus 2y teng bo'lyapti 4 ga. Demak, 2y ning miqdori teng bo'ladi 2,2 ga. Y teng 1,1 ga. X o'z-o'zidan 0,9 ga tengligini tushiramiz. Endi parametil benzokislotaning hosil bo'lish unumini toping deyapti. Ya'ni 2 molni hammasi sarflanganda edi 100% bo'lar edi. Bizda parametil benzokislota, ya'ni x imiz 0,9 chiqdi. 0,9 necha foiz deb javobni axtaramiz. 0,9 100 ga ko'paytirganimizda 90 u 12 bo'lganimizda 45% unum ekan deb javobni belgilaymiz. Glitserinning natriy bilan reaksiyasida 1,65 mol gaz ajraldi. Hosil bo'lgan aralashmadagi almashingan gidroksil guruhlar almashinmagan gidroksil guruhlar sonidan 2,75 marta ko'p bo'lsa, glitserinning miqdorini aniqlab bering. Yaxshi, demak, umumiy bunday qiladigan bo'lsak, bitta gidroksil guruhga bilan natriy ta'sirlashadigan bo'lsa, demak, natriy E+1/2 mol vodorod gaz ajralib chiqadi. Yarim mol gaz ajralib chiqdimi? Demak, biz tushunamiz 1 mol gidroksil guruhi almashingan. Bizda 1,65 mol gaz ajralyapti. 1,65 mol gaz ajralib turgan paytda bizda 3,3 ta gidroksil guruhi almashinishini tushunib yetdik. Endi bizda almashingan gidroksil guruhlar soni magan gidroksil guruhlar sonidan 2,75 marta katta ekan. Xo'p, endi biz almashinganni bilamiz 3,3 ta. Maganni bilmaymiz. Nisbatlari 2,75 ligini tushunamiz. Demak, bu yerdan x ni topadigan bo'lsak, 3,3 ni bo'lib yuboraman 2,75 ga. 1,2 ta gidroksil guruhi almashinmagan ekan. Demak, 1,2 ta magan, 3,3 ta gan jami bo'lib, ular nechta bo'lyapti? 4,5 ta gidroksil guruhi bor ekan. O'zi glitserinda gidroksil guruhlar soni bilamiz nechta? 3 ta. Bunday qilib yozadigan bo'lsak, 3 mol gidroksil guruhi bo'lganda edi, glitserin 1 mol bo'lardi. Bizda 4,5 tani tashkil qilyapti. Demak, bizda 1,5 mol bo'ladimi glitserin? Bunda javobimiz B. 26-savol. Yog' gidrolizidan 1 ga 2 mol nisbatda kaliy polimetinat va kaliy
margarinat hosil bo'ldi. Yo'qni molekulyar massasini aniqlab bering deyilyapti. Demak, hosil bo'lgan tuzlarga e'tibor beradigan bo'lsak, birinchi bo'lib turib kaliy palmitinat nima bo'ladi? C15H31 COO kaliy hosil bo'lgan 1 mol va 2 mol hosil bo'lgan margarin kislotani, demak kaliyli tuzi margarin kislotani yozib olaman. C16H33 to'yingan COO kaliy. Endi demak bu qaysi nimaligini tushundik. Demak yog' kislotalari bilamiz. Glitserin bilan hosil qilgan efirlari hisoblanadi. Ya'ni xuddi shu yerdan boshlab turib kislorod SO, demak C16H33 dan ikkita bo'ladi. Chunki bundan 2 mol nisbatan hosil bo'lgan. C16H33 kislorod SO C15H31 ekan. Endi mana shuni molekulyar massasini hisoblaydigan bo'lsak, mana bu yerdan mana bu yergacha buni massasi 269. Mana bu ham xuddi shunday plus 269. Endi mana buni radikalda hisoblaydigan bo'lsak, mana bu yerdan mana bu yergacha 255 va plus endi mana bu guruh ham qo'shadigan bo'lsak 41. Umumiy natijamiz 834 bo'lgan ekan. Demak, ajabimiz to'g'ri. 27-savol. Glyukozaning bichiqishi ikki xil yo'nalishda, ya'ni etil spirt va moy kislotali hosil bo'lishi bilan boradi. Glyukoza bichiqishidan olingan gazlar aralashmasi ishqor eritmasidan yutirilganda gaz hajmi 1,5 marta kamaygan bo'lsa, glyukozaning necha foizi spirtli bichilgan? Demak, reaksiya tenglamalarini yozib olamiz. C6H12O6. Demak, birinchi spirtli bichiladigan bo'lsak, C2H5OH va hosil bo'ladi karbon tangidrid. Reaksiyani tenglaydigan bo'lsak, hop, mana bu yerga 2 mol karbon tangid qo'ysak, to'g'ri bundan etil spirtdan 2 mol hosil bo'ladigan bo'lsa, reaksiyamiz teng bo'lar ekan. Endi moy kislotali bichilsak, C6H12O6 moy kislota hosil bo'lyapti. C3H7 COOH. Bundan albatta karbon tangid gazi ham ajralib chiqadi va qo'shimcha sifatida vodorod gazi ham ajralib chiqadi. Uglerod atomlarini tenglaydigan bo'lsak, mana bu yerga 2 qo'yamiz. Kislorod atomlari teng bo'ldimi? 4 ta 6 ta teng bo'ldi. Endi vodorodlarga e'tibor bering. Mana bu yerda moy kislotada 12 ta vodorod bor. 12 tadan 8 tani ayiraveradigan bo'lsak, 4 ta qoladi. 4 ga 2 bo'ladigan bo'lsak, 2 mol vodorod gazi ajralib chiqadi. Endi ishg'ol eritmasidan o'tkazilganda natriy gidroksidi bilan faqat karbon tangid reaksiyaga kirishadi. Va ishg'ol eritmasi hajmi 2,5 marta kamaydi. Ya'ni 2,5 mol aralashma bo'lsa, shu 1 bo'lib qolgan. Ya'ni 1,5 yutilgan. Mana shu yutilgan 1,5 karbon tangidrid, yutilmagani vodorod bo'ladi. Keling, biz bunday qilamiz. 2 mol vodorod hosil bo'lgan bo'lsa, unda bizda 3 mol karbon tangid hosil bo'lishi kerak edi. Mana bu 2 molidan mana bu 2 mol karbon tangid bundan chiqadi. Demak, qolgan 1 moli mana bundan chiqadi. Bular 2 moldan chiqish uchun glyukozaning 1 mol miqdori bichig'ishi kerak moy kislota. Endi demak 3 dan mana bu yerda chiqqan 2 mol karbon tangid ayirib, qolgan 1 mol karbon tangid glyukozadan chiqqanligini tushunib yetdik. 1 mol karbon tangid glyukozadan 2 mol karbon tangidrid chiqsa, 1 mol uchun yarim mol glyukoza demak bichig'ishi kerak bo'ladi. Umumiy bichig'igan glyukozaning miqdori bo'lsa 1,5 mol ekan. Shu 1,5 molda hammasi spirt bichig'iganda edi, unda 100% dirdik. Masalan, shartida bizda 0,5 moli spirtli bichig'yapti. Demak, unum 33,33% bo'lgan ekan. Va javob to'g'ri. 28-savolda pirimidin molekulasidagi sigma va pi bog'larida yig'indisini so'ralyapti. Demak, birinchi bo'lib molekulani chizib olamiz. Bu yerda azot bo'ladi. Mana bu yerda ham azot. Mana bunday qilib chizsak, mana bu yerda bitta qo'shbog' bor. Mana bu yerda ham qo'shbog' bor. Mana bu yerda ham qo'shbog' bo'ladi. Endi mana bunda bitta vodorod, bu yerda bitta vodorod, mana bu yerda bitta vodorod va mana bu yerda bittadan vodorod bo'ladi. Endi ko'rinib turibdi, pi bog'larimiz soni bizda 3 ta ekan.
Qolganlari sigma bog' bo'ladi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 bitta. Raqam Tashmadimmi? Xo'p, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 bitta. Yig'indisini qo'shadigan bo'lsak, jami 14 ta ekan. Javob to'g'ri. Ekvimolyar nisbatda olingan sterol va divinil sopolimerlanishi natijasida hosil bo'lgan makromolekulaning molekulyar massasi 632 ming bo'lsa, polimerlanish darajasini topib bering. Xo'p, demak sterol vinil benzol desak ham bo'laveradi. CH2. Endi bu divinil bilan sopolimerlanyapti. Demak, molekulani tuzadigan bo'lsak, CH misol uchun mana bunday qo'shboqlarni oqarishini hisobga bog' hosil bo'lyapti. CH2, CH qo'shboq o'rtaga ko'chib qoldi. CH2 mana bunday holatda polimer ketadi. Endi nima bo'lgan taqdirda ham ekvimol deganda teng mol nisbatda olinyapti. Mana bu bilan mana bu monomerlarning molekulyar massasini hisoblab olaman. Demak, 77 ga qo'shib yuboraman. 27 ni 104 ekan. Xo'p, endi divinilning massasi 54 ekan. Demak, bitta zvenoni massasi nechaga teng bo'ladi? 158 ga teng bo'lyapti. Demak, biz polimerlanish darajasini topishimiz uchun polimerni monomerni massasiga bo'lishimiz kerak. Ya'ni bizda 632 ming. Bitta zvenoni massasi bo'lsa 158. Demak, polimerlanish darajasi 4000 kelib chiqdi. Javob to'g'ri ekan. 30-savolda aralashmani ajratishda qaysi usul tasvirlangan deyilyapti. Bu yerda haydash ko'rsatilgan. Mana shunday rasmlarni yangi 7-sinf darsligidan ko'rib olishingiz mumkin. Bularda yodlab olar ekansiz. 31-savol. To'rtta raqamlangan probirkada anorganik moddalar eritmasi bor. Quyidagi ma'lumotlar asosida eritmadagi moddalarning probirka raqami bilan moslang deyilyapti. Xo'p, to'rtta probirkacha tuzib olaylik. Birinchisi, ikkinchisi, to'rtinchisi. Xo'p, 2 va 4 moddalar bir-birini neytrallaydi. 2 bilan 4 bir-birini neytrallanadi. Neytrallanyaptimi? Demak, bittasi asos, bittasi kislota bo'lgan. Bunaqadan bizda bormi? Ammoniy xlorid, natriy gidroksid, nitrat kislota. Demak, bittasini yo nitrat kislota yoki bo'lmasam natriy gidroksid ikkalasidan bittasi bo'lishi mumkin shularda. Yozib olamiz, adashib ketmaslik uchun. 3-4 probirkalar eritmasi aralashtirilsa, o'tkir hidli gaz chiqadi. Demak, mana bu aralashtirilganda gaz. O'tkir hidli. O'tkir hidli gazni kim bera oladi desa, mana bu yerda ammoniy xlorid bera olar ekan. Mana shuni tanladim. Qanday? Demak, ammoniy xloridga biz natriy ishqori ta'sir ettirsak, bizda natriy xlorid hosil bo'ladi, suv hosil bo'ladi va o'tkir hidli ammiak gazi ajralib chiqishini ko'rishimiz mumkin. Demak, o'z-o'zidan mana bu probirkada ishqor kislota yo'qligini tushundik. Bo'ldi. Demak, nitrat kislota ikkinchi idishda bo'lgan ekan. Xo'p, ammoniy xlorid, natriy gidroksid 2, 3, 4 ni bildik. Bittasi qoldi. A, B, C, D dan bariy nitrat. Xo'p, mana bariy nitrat. Mana shunda tursin. Qolgan hammasini menimcha bilib bo'ldik. Xo'p, endi to'g'rilab chiqamiz. A, bariy nitrat 1 da turibdi. Xo'p, hammasi 1 da ekan. B, ammoniy xlorid qayerda turibdi desa, 3-sida turibdi. B 3. Demak, o'yindan chiqib ketdi bu javoblar. C. Demak, C bu yerda nitrat kislota qaysida turibdi? Ikkinchisida turibdi. C2. C2 bo'lgani uchun bu o'yindan chiqib ketdi. Yagona variant A javob to'g'ri ekan. 32-savol. Talol, sterol va fenolni nima bilan farqlash mumkin? Demak, talol
stirol, ya'ni vinil benzol va fenol. Menimcha bularga bromli suv bo'lishi kerak. Chunki nega deganda bromli suv ta'sir etadigan bo'lsak, tribromfenol oq rangli cho'kma hosil beradi. Demak, oq cho'kma. Hop, stirol bilan shunchaki bromli suv eritmasi rangsizlanadi. Nega deganda qo'shbog'imiz bor. Mana shu qo'shbog'ga bir-iki bromli suv eritmasi rangsizlanadi. Bunda oq cho'kma tushadi. Demak, hech narsa bo'lmay qolgani, o'zgarmagani, demak, talvol bo'lar ekan. Javobni S qilib belgilaymiz. 33-chi, 34-chi va 35-chi savollar. Molar konsentratsiyasi 2 mol litr bo'lgan 700 ml natriy gidroksid eritmasiga 1 mol karbonat angidrid to'liq yuqtirildi. Hosil bo'lgan eritmani o'rta va nordon tuzlar qanday mol nisbatda bo'lishini, hosil bo'lgan eritma yana qancha karbonat angidrid bilan to'liq reaksiyaga kirishini, hosil bo'lgan eritma qancha sof natriy gidroksid bilan reaksiyaga kirishini aniqlashimiz kerak ekan. Yaxshi. Demak, birinchi bo'lib turib, natriy gidroksid miqdorini aniqlab oladigan bo'lsak, har 1000 ml-da 2 mol natriy gidroksid saqlar ekan, 700 ml eritmaning tarkibida qancha natriy gidroksid borligini hisob-kitob qilib olamiz. Demak, 1400 da 1000 ga bo'ladigan bo'lsak, 1,4 kelib chiqadi. Mana shuncha natriy gidroksid bor. Endi natriy gidroksid karbonat angidrid bilan reaksiyaga kirishganda, keyin boshida 1 ga 1 nisbatda olib ko'ramiz. Nima ortib qolishiga qarab turib, keyin yana reaksiyani davom ettiramiz. Natriy gidrokarbonat hosil bo'lsin. Xo'p, bunday bo'ladigan bo'lsa, buni 1 mol uchun mana bu karbonat angidriddan 1 mol sarflanib, mana bundan 1 mol hosil bo'lishi kerak. Bizda 1,4 mol natriy gidroksidi va 1 mol nima bor? Karbonat angidrid bor. Kam orqali ketamiz. 1 mol, demak, mana buni 1 mol bilan reaksiyaga kirishib, mana bu tuzdan 1 mol hosil qilgizadi. Ana endi ortib qolgan karbonat angidrid, ya'ni bu reaksiyada ortib qolgan natriy gidroksid 1,4 mol natriy gidroksid bor edi. Bundan 1 mol sarflanib, nima bo'ldi? 0,4 mol ortib qoldi. Natriy gidrokarbonatga endi natriy gidroksidni qo'shib, natriy karbonat olaman. Natriy karbonat plus suv. Xo'p, demak, 1 ga 1 reaksiya ketadi yana, bundan 1 hosil bo'ladi. Endi kamidan ketadigan bo'lsak, bizda hozir ishqorimiz kam qoldi. Shuning uchun mana bu orqali ketamiz. 0,4 mol bilan buni 0,4 mol reaksiya kirishib, mana bu tuzdan 0,4 mol hosil bo'ladi. Natriy gidrokarbonat mana bu yerda 1 mol hosil bo'lgan edi. 0,4 mol sarflanib ketgandan keyin 0,6 mol qoldi. Demak, natriy gidrokarbonat oxirida 0,6 mol, natriy karbonat bo'lsa 1 molni tashkil qilyapti. Endi buni x y qilib ham ishlasa bo'ladi. Shu usulni ham o'rganing dedim. Hosil bo'lgan o'rta va nordon tuzlar qanday mol nisbatda bo'ladi? Demak, natriy karbonatdan 0,4 yozishim kerak. 6 ga 4, 3 ga 2 nisbatda. To'g'rimi? Hosil bo'lgan o'rta, demak, o'rtasini birinchi yechishimiz kerak ekan, 2 ga 3 nisbatda deb A javobini belgilaymiz 33 ga. Xo'p. Keyingi savol. Hosil bo'lgan eritma yana qancha karbonat angidrid bilan to'liq reaksiyaga kirishadi? Endi hosil bo'lgan eritmada nima bor? Natriy gidrokarbonat bor, natriy karbonat bor. Endi natriy karbonat karbonat angidrid bilan qo'shimcha reaksiyaga kirishi mumkin. Ya'ni bu yana nordon tuz hosil bo'lishi uchun karbonat angidrid plus natriy karbonat plus suv deymiz, hosil bo'ladi natriy gidrokarbonat. Xo'p, mana bu 1 mol karbonat angidridni 1 mol bilan reaksiyaga kirishi mumkin yoki 1 yo'la hisoblab ketsak 22,4 litr bilan reaksiyaga kirishi mumkin. Bizda natriy karbonatdan 0,4 mol bor. Demak, 8,96 litr yana qo'shimcha reaksiyaga kirishi mumkin ekan. 34 ga S javobni belgiladik. Endi 35-savol. 35-savolda hosil bo'lgan eritma qancha natriy gidroksid bilan, sof natriy gidroksid bilan reaksiyaga kirishadi deyapti. Bu yerda albatta natriy gidrokarbonat bilan reaksiyasini olamiz. Natriy gidrokarbonat natriy gidroksid bilan reaksiyaga kirishib, natriy karbonatni hosil qilishi mumkin. O'rta tuzni. Demak, 1 ga 1 reaksiyaga kirishib, mana undan 1 hosil bo'ladi. Bizda natriy karbonatda 0,4 mol bor.
Demak, yana 0,4 mol natriy gidroksidi bilan reaksiyaga kirisha oladi. Endi buni 40 ga ko'paytirib qo'yadigan bo'lsak, 16 gram reaksiyaga kirisha olar ekan. 35-savolga javobni to'g'ri qilib belgilaymiz. Molyar massasi 38,4 gram bo'lgan gazlar aralashmasida kislorodning massasi ulushi 50% bo'lsa, mol ulushi qancha? Xo'p, yaxshi savol ekan. Qandaydir X gaz bor va kislorod bor. Keling, ikkalasini ham 32 gramdan qabul qilib olamiz. Ya'ni o'zaro massalari teng ekan. Endi bu yerda necha gram bo'ladi aralashma? 64 gram bo'ladi. Masalaning sharti bo'yicha aralashmaning o'rtacha molekulyar massasi 38,4. Ya'ni bu degani 38,4 gram aralashma 1 mol keladi. Bizda 64 gram aralashmamiz necha mol keladi deb aralashmaning umumiy miqdorini nisbatini olishimiz mumkin. 64 da 38,4 ga bo'lganida 1,66 kelib chiqdi. O'zi ko'rinib turibdi. Demak, o'zaro 1,66 mol bo'ladigan bo'lsa, undan 1 moli kislorod edi. Demak, qolgan 0,66 moli noma'lum gazga qolyapti. Shu gazni 0,666 mol gaz 32 gram kelsa, bo'ldi, shart emas ekan qaysi gaz topishimiz. Demak, 1,66 mol aralashmani biz 100% deb oladigan bo'lsak, kislorodni mol ulushini so'radi. Ya'ni kislorod bu yerda 1 mol, bu necha foiz? Ya'ni 1 da bo'lib yuborsak 1,66 ga 60% ga to'g'ri kelar ekan. Demak, mol ulushiga 60% deb belgilaymiz. 30-savolda bizda reaksiya koeffitsiyentlarini yig'indisini so'rashyapti. Demak, reaksiyalarni tenglab olamiz. Xrom bu yerda oksidatsiya darajasi +6 edi. Keyinchalik buni oksidatsiya darajasi +2 ga o'tyapti. Urug' bo'lsa, oksidatsiya darajasi 0 edi. Keyinchalik buni oksidatsiya darajasi +2 holatga o'tyapti. Xlorid ionlari nimasi o'zgarmagan. Yozib olamiz. Xrom +6 dan xrom +2 ga o'tganda 4 elektronga farq. Xo'p, rux bo'lsa 0 dan o'tyapti. Rux +2 ga 2 elektronga farq. Demak, oyog'ini osmondan qiladigan bo'lsak, 2 ga 4, bularda qisqartirishimiz iloji bor, 1 ga 2. Demak, mana bu yerda agar 1 ishlatiladigan bo'lsa, ruhga 2 ishlatamiz. O'z-o'zidan rux xloridni oldiga ham 2 tushadi. Kaliydan bu yerda 2 ta bor, 2 ta kaliy xlorid, xromdan bitta bor, mana bu yerga 1. Endi xlor atomlarini sanaydigan bo'lsak, o'ng tomonda 2 ta, mana bu bilan 4 ta, 4 ga qo'shamiz 4 8 ta. Demak, mana bu yerga 8 ta qo'ysak, suvni oldiga 4 qo'yishimizga to'g'ri kelar ekan. Endi barcha koeffitsiyentlar yig'indisini ko'rib qo'ysak, 10, 11, 12, 14, 16 va 20 ga teng ekan. 38-savol. 3,6 gram sulfat bitta esa 3 tarkibli alyum 200 gram kaliy gidrofosfat eritmasiga eritilganda fosfatli inordan tuzlarning massa ulushlari tenglashgan bo'lsa, dastlabki eritmadagi kaliy gidrofosfatni massa ulushini topib berishimizni so'rayapti. Yaxshi, reaksiya tenglamasini yozib olamiz. H2SO4 ko'paytirilgan SO3 plus kaliy gidrofosfat HPO4. Bu yerda hosil bo'ladi albatta kaliy sulfati va kaliy gidrofosfati HPO4. Xo'p, endi tenglab olaylik. Oltin gurt atomlari soni 2 ta ekan. Mana bu yerga 2 qo'yib oldim. Xo'p, bizga endi yana kerak bo'ladi. Demak, mana bu o'zi bitta molekula kaliy gidrofosfati digidrofosfatga aylanib turgan paytda bitta kaliy chiqib ketyapti. To'g'rimi? Bizga o'shanaqa kaliydan 4 ta kerak ekan. Mana bu yerga 4 qo'yamiz. 8 ta kaliy bo'ldi. Metta bo'lsa 4 ta bor. Demak, mana bu yerga necha qo'yib olamiz? 4 qo'yib olamiz. Hamma yoq teng bo'ldimi? Oltin gurtlar teng. Kaliy atomlari chap tomonda 8 ta, o'ng tomonda ham 8 ta. Fosfor atomlari 4 ta, o'ng tomonda ham 4 ta. Bo'ldi, hamma yoq. Yaxshi. Endi e'tibor bering. Mana shu holatda alyumni massasi necha grammni tashkil qilyapti? 98 plus 80 178 gram. 178 gram bo'lganda edi, bu yerda sarflanar edi kaliy gidrofosfatdan qancha? 95 plus 1 plus 39 174 dan 4 ekan. 696 gram bitta sarflanyapti. Shunda mana bu hosil bo'lgan fosfatli tuzni massasini topib olamiz. 39 plus 97. Bundan 4 ta.
544 gram hosil bo'lyapti. Bizda bundan 3,56 gram deb berdi. Qancha sarflanadi-yu, qancha hosil bo'ladi? Buni aniqlab olamiz. Demak, 544 ni ko'paytiraman 3,56 ga, bo'lib o'raman 178 ga. 10,88 gram hosil bo'ldi. Xo'p, 3,56 ni ko'paytirib yuboraman 696 ga, bo'laman 178 ga. 13,92 sarflandi. Masalani shartida hosil bo'lgan tuzlarni massa ulushi tenglashgan, fosfatli tuzlarni, nordon tuzlarni deyilgan. Demak, bu yerda hosil bo'lgan kaliy dihidrofosfat bilan ortib qolgan kaliy gidrofosfatning massasi teng bo'lishi kerak. Demak, yana shuncha massada ortib qolgan bo'lsa, umumiy qancha olingan deb hisoblab olamiz. 13,92 ga 10,88 ni qo'shganimizda 24,8 gram kelib chiqdi. Mana shu 24,8 gram kaliy gidrofosfat o'zining 200 gram eritmasi deydi. 100 da qancha deganimda eritmaning massa ulushi kelib chiqadi. 24,8 da demak 2 ga bo'lib qo'yadigan bo'lsam 12,4% ekan. Savol. 1 mol organik modda 1 mol kislorodga to'liq yonganda molar massasi 39 gram bo'lgan gazlar aralashmasi hosil bo'ldi. Hosil bo'lgan barcha gazlar natriy karbonat eritmasi bilan reaksiyaga kirishadi. Organik modda molar massasini aniqlang. Bu masala juda murakkab yechimga ega. Birinchidan, natriy karbonat eritmasi bilan to'liq reaksiyaga kirishadi deyilayotgan paytda biz shuni bilishimiz kerak. Natriy karbonat natriy gidrokarbonatga aylanadi. Bu vaqtda 1 mol karbonat angidga 1 mol suv to'g'ri kelishi kerak. Yana endi birinchi bu intuitsiyaga javob. Ikkinchisi, odatda organik moddalar ancha kislorod bilan farqli ravishda yonadi. Birmuncha oz moddalar bor. 1 mol organik moddani yoqish uchun 1 mol kislorod kerak bo'ladi. Misol uchun, bu bo'lsin chumoli kislota bo'lsin. Qani, reaksiyani tenglashib ko'ramiz. Hosil bo'ladi karbonat angid bilan suv. Xo'p, endi reaksiya vodorodlar teng, kislorodlar teng, uglerodlar teng. 1 mol moddani yoqish haqiqatan ham shu yerda 1 mol kislorod kerak bo'ldi. Shunda 44 gram karbonat angidrid va 18 gram suv hosil bo'ldi. 44 ga 18 ni qo'shib 2 ga bo'ladigan bo'lsak 39. Demak, bu yerda organik moddaning molekulyar massasi 44 va 46 ga teng ekanligini bilishimiz mumkin. Glitsinga moliga psixometrik nisbatda kislorod yondirildi. Yonish mahsulotlari suvsiz sulfat va mol miqdordagi ishqor eritmalardan o'tkazilganda aralashmaning hajmi 22 marta kamaydi. Aminokislotalarning molar massasini hisoblab bering. Xo'p, demak, aminokislotani glitsinni gomoligini yozib olamiz. Keling, mana bunday qilib ko'ramiz. CH3, CH2 gruppadan nechtadir? Bundan keyin CH, albatta NH2 gruppa bo'ladi. Aminokislotada COOH. Endi azotni miqdoriga to'g'irlash uchun mana bu yerga 2 qo'yib olaman. Yondirilyapti kislorodda. Hosil bo'lyapti karbonat angidrid. Demak, uglerod atomlarini sanab chiqamiz. 1, 2, 3, 2 ga ko'paytirsak 6 plus 2n da karbonat angidrid hosil bo'lyapti. Plus suvni ham xuddi shunday qilib tenglab olamiz. Suvni oldiga 2n plus 7 da to'g'ri kelar ekan. Shunda 1 mol azot ajralib chiqyapti. Azotni hajmini agar 1 deydigan bo'lsak, ajralib chiqqan karbonat angidrid va suvning miqdorini biz 21 deb olishimiz kerak. Chunki aralashmaning hajmi 22 marta kamayishi kerak. Aynan karbonat angidrid bilan suv eritmada qoladi, azot esa yutirilmasdan qoladi. Mana endi shunga tenglama tuzamiz. 6 plus 2n plus 2n plus 7. Shu teng bo'lyapti 21 ga. Hop, 4n teng 8 ga, n teng bo'lyapti 2 ga. Mana bu n ni qiymatini topib oldik. Demak, formulani yozib qo'yadigan bo'lsak, CH3, CH2, CH2, CH, NH2, COOH. Demak, aminokislotaning molar massasini mana shunday qilib hisoblab qo'yamiz. Demak, molekulyar massamiz 117. 41-savol. 66,6 gram A modda psixometrik nisbatdagi 426,6 gram sulfur kislota eritmasida to'liq eritilganda 6,2 litr gaz ajralib, rangli eritma hosil bo'ldi. Ajralgan gaz mol miqdordagi B moddaning eritmasi yutirilganda C cho'kma hosil bo'ldi.
ajral xlorid kislotada eriydigan birinchi eritmaga 56 gramm temir qirindisi qo'shilganda eritmani massasi kamayib, qirindi massasi 4,8 grammga oshdi. Qirindi ajratib olindi va asta-sekin bug'latilganda 166,8 gramm D modda hosil bo'ldi. A moddaning tarixiy nomi, birinchi eritmadagi tuzning massa ulushi, D moddaning formulasi, ajratib olingan qirindi mol miqdorda xlorid kislotada eritilsa qancha gaz ajralishi, ajratib olingan qirindi mol miqdorda suyultirilgan nitrat kislotada eritilsa qancha gaz ajralishini so'ralyapti. Xo'p, boshladik. Bo'lmasam A moddamiz sulfat kislotada erigan. Demak, bu yerda metallda sulfati bilan qandaydir gaz ajralib chiqqan va albatta suv ham hosil bo'lishi kerak. Endi X moddamiz B modda bilan reaksiyaga kirishganda qandaydir S cho'kmasini berish kerak. Endi bu yerda gazda 6,72 litr deb beryapti. Mana bu X gaz. Ya'ni bu 0,3 molga to'g'ri keladi. X gaz 0,3 moldan cho'kmaga xos cho'kmani massasini 59,1 gramm deb berdi. Xo'p, endi shu 1 molidan qancha cho'kma tushar ekan? Hisoblaganimizda 197 gramm chiqyapti. Xo'p, 197 lik xlorid kislotada eriydigan cho'kma qaysi bo'lishi mumkin? Misol uchun barikarbonat. Molekulyar massasi 197. Bu albatta xlorid kislotada eriydi. Demak, A moddani tarkibida tushunishimizcha A modda karbonatli qandaydir tuz bo'lgan. Xo'p, ana endi mana shu holatda mana bunga ham o'taylikchi. Demak, A moddani 66,6 gramm deb bizga beryapti. Shuni 1 moliga qancha deydigan bo'lsak, 222 kelib chiqdi. Qaysi tuz bor endi? 222 lik va tarkibida karbon ionini saqlaydigan. Mana bu bo'lishi mumkin. Mis gidrokso karbonat bo'lishi mumkin. Va buni tarixiy nomi malahit bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. Bizda yana reaksiyalar berilgan. Xo'p, endi reaksiyani to'liq qilib yozib olaylikchi, bo'lmasam mis gidroksokarbonat plus sulfat kislota. Bu yerda hosil bo'ladigan tuz, demak, mis sulfat, ajralgan gaz karbon angidrid va suv. Xo'p, reaksiyani tenglab olsak, mis sulfat oldiga 2 qo'yib olamiz. Sulfat kislotadan 2 mol miqdorda sarflanadi. Ya'ni 222 gramm malahit bilan reaksiyaga kirishadigan sulfat kislotaning massasi u shart emas. Bizga mana tuz kerak bo'ladi. 222 dan 320 gramm mis sulfat hosil bo'lyapti va 44 gramm gaz ajralib chiqib ketyapti. Bizda 66,6 gramm malahit eritilgan. Bunda qancha tuz hosil bo'ladi deganimizda 96 gramm tuz hosil bo'ldi. Karbon angidriddan 13,2 gramm hosil bo'lar ekan. Endi birinchi eritmadagi tuzni massa ulushini topib bering deganligi uchun eritmani massasini topishga harakat qilamiz. Eritmamizda birinchi malahit 66,6 gramm, bunga qo'shilyapti sulfat kislota eritmasidan 426,6 gramm va shu paytda gaz ajralib chiqib ketgan 13,2 gramm. Demak, oxirgi eritmani massasi, birinchi eritmani massasi 420 gramm tashkil qilgan. Mana shu eritmada 96 gramm mana mis sulfat turgan bo'lsa, yuzida qancha deganimizda tuzning massa ulushi kelib chiqyapti. Demak, javobimiz 20% ekan. Ikkinchi savolga javob topib bo'ldik. Uchinchi savol. D moddani topib bering deyilyapti. Xo'p, davom etadigan bo'lsak, endi 56 gramm temir qirindisi tashlalyapti birinchi eritmaga. Bunda nima bo'ladi? Mis sulfat bilan, ya'ni eritmada mis sulfat bor. Mis sulfat bilan temir reaksiyaga kirishadi.
Bunda demak temirda sulfati plus mis ajralib chiqadi. 160, 56, 152, 64, massalar farqi 8 ga. Masalan, sharti bo'yicha necha gramga ortib beryapti bizga? 4,8 gramga. Demak, bu yerda qancha mis hosil bo'lyapti desa, 38,4. Qancha temir sulfati hosil bo'lyapti desa, 91,2. Qancha temir sarflanyapti desa, 33,6. Xo'p, endi bizda aytildiki, qirindi massasi oshdi, qirindi ajratilib, asta-sekin bug'latilganda 166,8 gram D modda qoldi deyilyapti. Demak, 166,8 gramdan, ya'ni uni tarkibida temir sulfat bor-ku, ya'ni temir sulfat 91 ekanligini bilamiz. Demak, bug'latilganda kristallar gidrati hosil bo'ldi desak, suvga necha gram qoladi? Xo'p, 75 va 6. 152siga qancha deganimizda 126 chiqyapti. Endi 18 ga bo'lganimizda 7 ekan. Demak, ajratib olingan modda D moddani aytishimiz mumkin. Temir sulfati ko'paytirilgan 7 molekula suv. Xo'p, ana endi yangilarini kichikroq yozishga harakat qilaman. Xo'p, bizga aytilganki, ajratib olingan qirindi mol miqdordagi xlor kislota eritmasida eritilsa, o'zi bizga qirindidan boshida necha gram berildi? 56 gram berildi. Temirdan 56 gram berildi. Endi shundan reaksiya kirishib ketib qolgani 33,6 grami. Mana bu yerda reaksiya kirishdi. Xo'p, necha gram ortib qolyapti? 22,4 gram. Endi shu qirindi tarkibida demak shuncha temir bor va qanchadir mis bor. Misdan ajralib chiqqani 38,4 gram. Lekin bu xlor kislotada erimaydi. Xo'p, endi temir xlor kislotada eriydigan bo'lsa, temir plus xlorid kislota hosil bo'ladi. Temirda 2 xloridi plus vodorod gazi ajralib chiqadi. Xo'p, endi 56 gramidan 22,4 litr gaz ajraladigan bo'lsa, unda 22,4 gramidan qancha ajraladi desak, 8,96 litr gaz chiqyapti. Demak, mana bu yerga 8,96 degan javob yozamiz. Xo'p, endi oxirgi savolga kelyapmiz. Xo'p, ajratib olingan qirindi mol miqdordagi suyultirilgan nitrat kislotada eritmasida eritilsa qancha gaz ajraladi? Mana bu yerda temir bilan mis bor. Mana shu yerga sig'dirishga harakat qilaman. Temir bilan mis bor. Chornoviyda reaksiyani tenglab olib, to'g'ridan-to'g'ri gaz mahsulotini yozaman. Temir demak hosil qiladi suyultirilgan nitrat kislotada azot 2 oksidini. 1 mol azot 2 oksidi hosil bo'lish uchun 1 mol temir sarflanadi. Ya'ni 56 gram temirdan 1 mol gaz ajralsa, bizda qirindi tarkibida 22,4 gram temir bor. Undan qancha gaz ajraladi? Topadigan bo'lsak, 0,4 mol ekan. Endi mis bilan xuddi shunday tenglaymiz. Mis suyultirilgan kislotada NO chiqaradi. Demak, reaksiya tenglamasini e'tibor beradigan bo'lsak, 3 mol mis oksidiga 8 mol nitrat kislota sarflanib 2 mol NO gazini hosil qiladi. Ya'ni 192 grami 2 molda hosil qilsa, bizda misdan qancha ajralib chiqqan? 38,4 gram. Mana bu yerda chiqdi. 38,4 dan qancha? Bunda ham 0,4 mol gaz ajralib chiqdi. Ikkalasini qo'shadigan bo'lsak, jami 0,8 mol gaz ajralib chiqqan. Endi buni 22,4 ga ko'paytirib yuboradigan bo'lsam, 17,92 litr gaz ajralib chiqqan ekan. Oxirgi javob 17,92 litr. 42-chi savolga yetib keldik. Demak, sulfa xlorlanyapti birinchi reaksiyada. Demak, bizda hosil bo'ladi CH3
SH2 dan 10 ta ekan. Bundan keyin SH2 SO2 xlor plus bir molekula vodorod hosil bo'ladi. Aynan mana shu reaksiyalardagi topishga qiynalsangiz, kanalimizda 4-qism organik kimyoni qarasangiz, chiroylicha qilib tushuntirib berilgan. Xo'p, bu yerda 1,4-dibrom butanga litiy amalgamasi qo'shilganda, bu yerda siklobutan hosil bo'ladi, plus 2 ta litiy bramid hosil bo'ladi. Qo'shimchasiga simol shunchaki qoladi. Keyingi reaksiyada tinglayapmiz. Xo'p, endi bizda hosil bo'ladi. Birinchi mana keton hosil bo'ldi. Plus aniq kaliy sulfati plus marganez sulfati suv albatta hosil bo'ladi. Endi reaksiyani tenglashtirish, kirdi chiqdi usuli juda mos keladi. 2 ta, 3 ta, 5 ta kaliy sulfat bitta, margan sulfatdan 2 ta bo'ladi. Endi suvni oldiga 8 qo'yib tenglab beramiz. Xo'p, endi keyingisida 1 molga 1 mol ta'sir ettirilyapti turganligi uchun bunda bitta spirt, bitta demak galogen alkil hosil bo'ladi. Demak C2H5 yo'q, plus C2H5 OH hosil bo'lishi kerak. Vodorod qo'shganda bitta ikkita spirt hosil bo'ladi. C15H31 CH2 OH. Bundan tashqari C2H5 OH demak spirt hosil bo'ldi. Uchinchisida demak aminlar olish mavzusida berilgan C2H5 NH2 va plus 2 molekula suv hosil bo'ladi. Uchinchi savol ham ajoyib kelgan ekan. Eski kitoblar orasida reaksiya tenglamalar yozilgan qog'oz bo'lakchasi topildi. Uning o'rtasida katta jigarrang dog' bor. Unga ko'ra siz reaksiyani ko'rinib turgan qismlari asosida reaksiya tenglamalarini qayta tiklab yozing. Xo'p, yaxshi. Kaliy permanganat nimanidir oksidlamoqchi shekilli. Marganez sulfat plus 2 ga o'tyapti, suv ajralib chiqyapti, kaliy sulfat hosil bo'lyapti. Kaliy atomi bu tomonda 2 ta, bu tomonda ko'p. Demak, mana shu yerga kaliydan 2 ta deb yozaylik. Shunda kaliy atomlari o'zaro teng bo'lib qoladi, to'g'rimi? Endi sulfatlar hosil bo'lyapti. Demak, katta ehtimollik bilan sulfitni oksidlagan. Nima ishtirokida? Sulfat kislota ishtirokida suv hosil bo'lyapti. Demak, H2SO4. Xo'p, reaksiya teng ekan. Xo'p, ikkinchisiga o'tamiz. Temir sulfiti yoki sulfati. Temir plus 2 dan plus 3 ga o'tyapti shekilli. Marganez sulfat hosil bo'lyapti, suv hosil bo'lyapti, kaliy sulfat hosil bo'lyapti. Demak, o'sha jarayon yana qaytarilyapti menimcha. Temir sulfatga demak marganez sulfat hosil bo'lganiga qaraganda 2 ta tugatib qo'yaylik. Temir sulfat plus kaliy permanganat qo'shaylik. Shunga ham oksidlovchi sifatida kaliy permanganat. Nima ishtirokida? Albatta sulfat kislota ishtirokida. Sulfat kislota ishtirokida mana tenglab ko'ramiz. Bu yerda hosil bo'ladi. Demak, kaliy sulfati, kaliy KSO4 suv chiqyapti. Endi reaksiyani tenglash maqsadida mana bu yerga 10 qo'yilgan. Kaliy atomlari marganez, 2 ta marganez, demak mana bu yerda 2 kaliylar teng. Sulfat kislotani oldiga necha qo'yamiz endi? 8 ta suv hosil bo'libdimi? Demak, bu yerda ham 8 bo'lishi kerak. Oltin atomlari 10, 18, 15, 17, 18 bo'ldi, to'g'ri ekan. Uchinchisiga o'tadigan bo'lsak, demak, qanaqadir sulfat, marganez sulfat, kislorod va suv ajralib chiqyapti. Bu safar kislorod chiqyapti. Demak, keling, mana buni peroksid deb ko'raylik. Hozir peroksid deb ko'ramiz. Yana o'sha kaliy permanganat orqali oksidlaymiz. Kaliy permanganatga doir qog'oz shekilli. Endi nima ishtirokida? Sulfat turibdi. Demak, albatta sulfat kislota ishtirokida. Ana undan keyin hosil bo'ladi kaliy sulfati, marganez sulfati, kislorod, suv. Endi reaksiyani tenglab qo'ysak juda yaxshi bo'lardi. Demak, kaliy permanganat oldiga 2 qo'yaman. 2 ta kaliy bo'ldi. Xo'p, oltin gurt atomlari soni bu yerda bitta, bu yerda 2 ta, 3 ta. Mana bu yerga 3 qo'ydim.
8 ta suv hosil bo'lyapti. 16 ta vodorod bor degani. 16 ta vodoroddan 6 tasi ketdi. Hop, 10 ta qoldi. 10 tadan 3 kere 2 6. Mana shu yerda vodorod atomlarimiz ozgina teng bo'lmaganga o'xshayapti. Bitta kaliy sulfat, ikkita marganin sulfat, 5 ta kislorod, 8 ta suv. Menimcha teng ham shekilli, yana bir ko'ramiz buni. 4-savol. Xo'p, kaliy sulfat, marganin sulfat, 10 molekula karbon tangidrit va suv. Xo'p, demak, qanaqadir uglерodi bor mahsulot. Kaliy sulfat, marganin sulfat chiqyapti-ku, demak bunga ham nima qo'shgan? Sulfat kislota, kaliy permanganat qo'shilgan. Kaliy permanganat. Xo'p, endi yuqorisiga yozishim kerak edi. Xo'p, demak, kaliy sulfat kaliy permanganat demoqchi edim. Xo'p, kaliy permanganat kimnotur plus sulfat kislota bo'lsin. Shu mavzuga doir savol ekan. Xo'p, endi plus endi karbon tangidrit chiqyapti, vodorodi bor nimadir? Balki bu sulfat kislota ham bo'lishi mumkin. Lekin sulfat kislotani mana bu yerdan tenglab qo'ysak ham bo'lar ekan. 5 ta, 16 ta. Xo'p. Mana bunday bo'lsa-chi, H2 S2, chunki ularlar to'rtta otur. plus kaliy permanganat. Mana buni oldiga 2 qo'yaman. Sulfat kislotani oldiga 3 qo'yamanmi? 3 qo'yaman. Menimcha shu reaksiya tenga o'xshadi.